Cuma gününün özgüçülükleri ve hutba okuş qaidalari. İmam İbn Qayyim el-Jawziya. Tarjima qilguvchi Muhammad Barat. Cuma gününün fazilati haqidagi hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Biz dunyoga eng orqada kelib, qiyomat kuni eng oldida turg'uvchilarmiz. Ularga, ya'ni ahli kitoblarga kitob bizdan ilgari berilgan. Juma kuni ularning juma namozi o'qishi farz qilingan. Biroq ular shu kunning o'zini ulug'lash to'g'risida ixtilof qilishib edi. Alloh bizni uningga muyassar qildi. Shunga kishilar u kunni ulug'lashda bizga ergashidi. Yahudiylar atini, ya'ni shanbani, nasoralar o'gun, yakshanbani ulug'laydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Quyosh chiqqanligi kunlarning eng yaxshisi juma kunidir. Shu kuni Adam alayhissalom yaratildi, shu kuni jannatga kirgizildi va shu kuni jannatdan chiqarildi. Qiyomatmi juma kuni bo'ladi. Tunji juma. As'ad ibn Zurara radhiyallohu anhu Madina Munawvarada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hijrat qilib kelishdan ilgari ansarlar jamoati bilan qora tashliq bir sayda tunji bo'lib juma namozi o'qigan edi. Andın payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgandan keyin Salim ibn Avf jamoatining ichida turganda juma namozining vaqti bo'lib qolgan edi. Batnul Vadidagi masjidda bu namozni o'qidi. Bu bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada payg'ambar masjidini salishdan ilgari o'qigan tunji juma namozi edi. Qaysi afzal, juma kunimi yoki Arafat kunimi? To'g'risi shuki, juma kuni bir hafta ichidagi kunlarning eng afzalidir. Arafat kuni va Qurbonlik kuni bo'lsa, bir yil ichidagi kunlarning eng afzalidir. Qadr kechasi va juma kechasimi shunga o'xshashdir. Juma kunining o'zgachilikları. Birinchi o'zgachilik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam juma kuni bandat namozida sura Sajda bilan sura Insonni o'qiydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu ikki surani o'qishining sababi shuki, bu ikki sura juma kuni yuz bergan va yuz beradigan ishlarni o'z ichiga olgandir. Ya'ni bu suralar Adam alayhissalomning yaratilishi, insonlarning qayta tirilishi va mahshar maydoniga yig'ilishi qatorliqlarni o'z ichiga olgandir. Shuning uchun bu suralarni o'qiganda ummatga ana shu ahvollar eslatilib, ta'lim tarbiya olib borag'ili bo'ladi. Ikkinchi o'zgachilik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Menga juma kuni va juma kechasi ko'p durud aytinglar" deganlik uchun bu kunning kunduzi va kechasida payg'ambarimizga ko'p durud aytishimiz mustahabdir. Uchinchi o'zgachilik. Juma namozi islomdagi eng ta'kidlangan farzlarning qatoridandir. Shundaqla musulmonlarning eng chong yig'ilishlarining jumlasidandir. To'rtinchi o'zgachilik. O'sha bu kunda g'usl qilishga buyurilgan. Bu bakmo ta'kidlangan amaldir. Beshinchi o'zgachilik. Bu kunda xushbo'roq ishlatishga buyurilgan bo'lib, juma kuni xushbo'roq ishlatish haftaning boshqa kunlarida xushbo'roq ishlatgandan afzaldir. Oltinchi o'zgachilik. Bu kunda misvak ishlatish ham boshqa kunlarda misvak ishlatgandan afzaldir. Yettinchi o'zgachilik namozga baldur berish. Sakkizinchi o'zgachilik imom munbarga chiqquncha namoz o'qish, zikr aytish va Qur'on o'qish bilan mashg'ul bo'lish. To'qqizinchi o'zgachilik. Xutbani anglayolgudek holatda bo'lsa, jim turib xutba anglash vojibdir. 10-chi o'zgachilik. Bu kunda sura Kahfni o'qish. 11-chi o'zgachilik Imom Shafi'i va bir qism o'xshash qarashdagi olimlarning qarashida juma kuni kun tiklashganda namoz o'qish makruh emasdir. 12-chi o'zgachilik. Juma namozida sura Juma bilan sura Munofiqunni yoki sura A'la bilan sura G'oshiyani o'qish sahih Muslimda kelgandek, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam juma namozida bu suralarni o'qiydi. Sahihul Muslimda yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam juma namozida sura Juma bilan sura G'oshiyani o'qiydi deb kelgan. 13-chi o'zgachilik. U har haftada bir qatam keladigan hayit kunidir. 14-chi o'zgachilik. U kuni er kishi uchun kuchi yetgan miqdorda eng chiroyli kiyimlarni kiyishi mustahabdir. 15-chi o'zgachilik. U kuni masjidga isiriq salish mustahabdir. Said ibn Mansur Nuaym ibn Abdullah Mujrimdan rivoyat qilishicha, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Nuaymni har juma kuni chinqi tush mazgilida Madina Munawvaradagi payg'ambar masjidida isiriq salishga buyurdi.
Shuning uchun u sahaba Nuaym al-Mujmir, ya'ni isiriq salg'uvchi deb atalgandir. 16 o'zgachilik. Juma kuni juma namozining vaqti kirgandan keyin bu namozni o'qishi vojib bo'lgan bir kishining bu namozni ado qilmay turib safar qilishi joiz bo'lmaydi. Lekin juma namozining vaqti kirishdan ilgari safar qilish haqida mazhablar orasida o'xshamagan qarashlar bordir. 17 o'zgachilik. Juma namoziga piyoda borgan kishi uchun har bir qadamiga 1 yil ro'za tutib, qiyomda turganning savobi yoziladi. Avs Saqafi radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim. Kimki juma kuni ayoliga yaqinchilik qilib, g'usl tahorat olib, juma namozi uchun uydan baldur chiqib boshda borsa, minmay piyoda mengib kelsa, andin imomga yaqin o'ltirib, hech bir narsa o'ynamay, xutbani tanishsa, uning har bir qadami uchun 1 yil kunduzi ro'za tutib, kechasi namoz o'qiganning ajri beriladi. 18 o'zgachilik. Bu kun xatoliklarni kafarat qilish kunidir. Salman radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga juma kunining qanday kun ekanligini bilamsan degan edi men. U Alloh atanglarni jam'i qilgan, ya'ni Adam ota bilan Havo onani hamhal qilgan kundir dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men juma kunining qanday kun ekanligini bilaman. Bir kishi nihoyat yaxshi pokizlansa, andin juma namoziga kelib, imom namozni o'qib bo'lganga qadar sukut qilib saqlab tursa, u kishi nahaq qon to'kishdan yiroq bo'lsa, uning bu amali shu juma bilan yana bir jumaning orliqidagi gunohlariga kafarat bo'ladi dedi. 19 o'zgachilik. Do'zax har kuni qizdirildi. Faqat juma kuni undaq bo'lmaydi. Abu Qatada radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Haqiqatan jahannam juma kunidan boshqa chog'larda qizdirildi. Allah eng yaxshi bilguchidir. Bizcha buning siri shuki, ol juma kuni Allohning dargohida kunlarning eng afzali erir. Bu kunda jahannamning qizdirilmasligining boisi taat ibodat, duo tilak va Alloh taolaga iltijo munojatlarning nihoyat ko'p bo'lganligi uchundir. Bu hadisning zohiridan ma'lumki, jahannam biz fani dunyodagi chog'dimi qizdirilib turdi va juma kunidan boshqa har kuni yalqinjab turdi. Ammo qiyomat kuni uning azobi hargizmi suslab qolmaydi va ichidagilarga yengiltilmaydi. 20 o'zgachilik. Juma kunida duo ijobat bo'ladigan bir vaqt bordir. O soatda banda Alloh taoladan nimani so'rasa shuni beradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Haqiqatan juma kunida bir vaqt bor. Musulmon namoz o'qiyotgan holatda shu vaqtga to'g'ri kelib, ulug' Allohdan bir narsani so'rasa, Alloh uning so'rag'anini bermay qo'ymaydi. Olimlar mazkur duo ijobat vaqtining zodi qaysi vaqt ekanligida 11 xil o'xshamagan qarashda bo'lgan bo'lib, bu qarashlarning eng kuchli ikkisi sahih hadislarga tayangandir. Mazkur ikki qarashdan biri yana biridan kuchliroqdir. O ikki qarash tuvandagicha. Birinchisi, bu vaqt imom munbarda o'ltirgandan tartib toki namoz o'qilib bo'lganga qadarki vaqtdir. Abu Burda ibn Abi Musa rivoyat qilgan hadisda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma uningga: "Sen dadaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan juma kunidagi duo ijobat bo'ladigan vaqt haqida so'zlab berganligini anglaganmiding?" deganda u: "Men dadamning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u imom munbarda o'ltirgandan tartib namoz o'qilib bo'lg'uchilik bo'lgan arliqdir deganligini anglaganman" dedi. Ikkinchisi, u asr namozidan keyingi vaqtdir. Bu bo'lsa eng kuchli qarashdir. Bu qarashning dalili Abu Said va Abu Hurayra, Alloh ulardan rozi bo'lg'ay, ikkalan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Haqiqatan juma kunida bir vaqt bor bo'lib, musulmon banda u vaqtda Alloh taoladan biror yaxshilikni so'ragan holatda udul kelib qolsa, Alloh taolo uni bermay qo'ymaydi. U vaqt asrdan keyindir. Bu qarash ko'plagan salaflarning qarashidir. Ko'pincha hadislarmi mazkur qarashni kuchlantirdi. Bu vaqtni namoz vaqtidir degan qarash, ya'ni yuqorqi birinchi qarash mazkur qarashdan keyingi ratib turdi. 21 o'zgachilik. Yana bu kunda xutba o'qiladigan bo'lib, ol xutbaning maqsadi Alloh taolani madhiyalash, ulug'lash, u zotning yakka yeganligiga, elchisi sallallohu alayhi vasallamning haq risolat uzri ekanligiga guvohlik berish.
Bandalarga Allohning kunlarini eslatib, Parvardigorning azobidan va jazosidan ogohlantirish, Allohning zotiga va jannatiga yaqinlashtiruvchi amallar bilan o'g'it berish, shundaqla Alloh taolaning qahri g'azbiga va jahannamiga duchor qilguvchi ishlardan to'sishdan iboratdir. 22 o'zgachilik. Juma kuni har haftada bir qatam keladigan hayit kunidir. Xuddi Qurban hayit kunida hayit namozi o'qish va qurbonlik qilish kabi ibodatlar bo'lganidek, juma kunidami juma namozi o'qiladi. Bu kunning qurbonligi bo'lsa, Haq taolaning nazarida masjidga baldur berish bo'lib, bu dal qurbonlikning o'rnidir. Shunga bu kunda masjidga baldur borg'uchi namoz o'qish bilan qurbonlik qilishdan iborat ikki ibodatni jamlashtirgan bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki juma kuni junublikdan g'usl qilganda g'usl qilib, jumaga dastlabki soatda borsa, u bir tugi sadiq qilgandek bo'lur. Kimki ikkinchi soatda borsa, u bir kala sadiq qilgandek bo'lur. Kimki uchinchi soatda borsa, u munguzlik bir qo'chqar sadiq qilgandek bo'lur. Kimki to'rtinchi soatda borsa, u bir mekkiyan sadiq qilgandek bo'lur. Kimki 5-soatda borsa, u bir tuxum sadiq qilgandek bo'lur. Imom xutbaga chiqqan chog'da farishtalar tayyor bo'lib xutba anglaydi. Faqihlar bu vaqtlar haqida ikki xil qarashda bo'lgan. Birinchisi, bu vaqtlar kunduzining avvalidan boshlanadi. Bu Imom Shafi'i, Imom Ahmad va yana bir qism faqihlarning qarashidir. Ikkinchisi, bu hadisda deyilgan chinqiy tushdan keyingi 6-soatning juz'iylaridir. Ya'ni bu vaqtlar chinqiy tushdan keyin boshlanadi. Bu Imom Malik va ba'zi Shafi'i faqihlarning qarashidir. 23-o'zgachilik. Juma kunida sadiq qilishning savobi boshqa kunlarda sadiq qilgandan ortiqdir. Haftaning boshqa kunlariga nisbatan juma kuni sadiq qilish va ayni boshqa oylarga nisbatan Ramazon oyida sadiq qilganga o'xshashdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xutba o'qishdagi ko'rsatmalari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xutba o'qisa, ikki ko'zi qizargan holda, jarangliq ovozda go'yo atigan yoki bugun oqshomlikqa yetib keladigan zarbador bir dushmandan ogohlantirayotgandek holatda so'zlaydi va yana ko'rsatgich barmoqi bilan o'ttira barmoqini yaqin qilib turib, "Men avatildim. Halbuki qiyomat bu ikkisiga o'xshashdir" deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xutbalarida avvalo Alloh taologa hamd sano va kalima-i shahodat aytib bo'lgandan keyin amma ba'd, ya'ni so'zimizga kelsak deydi. Xutbani qisqa, namozni uzun o'qiydi. Zikrni ko'p aytadi. Cho'nqur ma'nolarni o'z ichiga olgan kalimalarni so'zlaydi va haqiqatan bir kishining juma namozining uzun, xutbasining qisqa bo'lishi uning dinni tushunganligining alomatidir deydi. Rasul Akram xutbasida ashablarga islomning qoida va belgilamalarini o'rgatadi. Gezi kelganda ularga amr ma'ruf va nahiy munkar, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sishdi bo'ladi. Va ayni ulug' payg'ambarimiz xutba so'zlayotganda masjidga kirgan kishini 2 rakat namoz o'qishga amr qilib, jamoatning orasidan atlab o'tgan kishini qilgan qiliqidan nahiy aylab, darhol joyida o'ltirishga buyurgandek. Agar biror ehtiyoj tug'ilib qolsa, xutbani to'xtatadi yoki biror sahoba savol so'rasa, javob beradi-da, yana xutbani davomlashtiradi. Ba'zida ma'lum ehtiyojlar tufaylidan munbardan tushadi. Andan qayta chiqib xutbani davomlashtiradi. Xuddi Hasan va Husayn roziyallohu anhularni deb munbardan tushib, u ikkisini olgandan keyin qayta munbarga chiqib xutbani davomlashtirgandek. Xutba so'zlab o'tib, "Ey paloni, kelgin. Ey paloni, o'ltirg'in. Ey paloni, namoz o'qig'in" deb ma'lum bir kishilarga nido qiladi. Xutba so'zlab o'tib, mo'riti kelganda sahobalarga amr qiladi. Masalan, ularning orasida kambag'al, hojatmand birarsini ko'rsa, jamoatni sadiq qilishga buyuradi va qiziqtiradi. Xutba asnosida Alloh taolani zikr qilsa va duo qilsa, ko'rsatgich barmoqi bilan ishora qiladi. Agar qahatchilik mazgili bo'lsa, xutba asnosida yomg'ir tilaydi. Juma kuni jamoat yig'ilib bo'lguncha saqlaydi. Ular yig'ilgandan keyin masjidga kirganda jamoatga salom beradi. Munbarga chiqqanda qiblaga emas, jamoatga yuzlanadi va yana salom beradi. Andan o'ltiradi. Undan keyin Bilal azan aytadi. Azan tukkanda darhol o'rnidan turib xutba so'zlaydi. Qo'lida qilich va yoki shuningga o'xshagan narsalarni tutmaydi.
balki munbar yasalishdan ilgari yog'ga yoki hassiga taynatdi. O'ri turib xutba so'zlaydi. Andin bir oz o'ltirib oladi. Andin yana o'ri turib ikkinchi xutbani so'zlaydi. Ikkinchi xutbani tugatib bo'lgandan keyin Bilal roziyallohu anhu namozga takbir aytadi. Jamoatni o'ziga yaqin va jimjit o'ltirishga buyurdi. Shundaqla bir kishi yanidagi hamrohiga jim o'ltirgan desa, behuda ish qilgan bo'ladi deb xabar bergan edi. Va yana kimki behuda ish qilsa, uning jumasi yo'q bo'ladi degan edi. Bilal roziyallohu anhu azan to'lab bo'lganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutbani boshlaydi. Albatta, hech bir kishi jumadan ilgari 2 rakat namoz o'qimaydi. Bir qatimli azan aytiladi. Uningdan ko'rilishga bo'ladiki, juma namozi hayit namoziga o'xshash bo'lib, uningdan ilgari sunnat namozi yo'qdir. Bu olimlar aytgan ikki qarashning bakrak sahihidir. Hadislarmi bu qarashga dalolat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam juma namozini o'qib bo'lgandan keyin uyga kirib, jumaning 2 rakat sunnatini o'qiydi. Boshqalarni bo'lsa, juma namozidan keyin 4 rakat sunnat o'qishga buyurgan edi. Fazilatli shayx Abul Abbas ibn Taymiya rahimahulloh mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jumaning sunnatini masjidda o'qisa 4 rakat o'qiydi. Agar uyda o'qisa 2 rakat o'qiydi. Hadislar bu nuqtaga dalolat qiladi. Sahih Muslimda kelishicha Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Biringlar juma namozini o'qisa, uningdan keyin 4 rakat namoz o'qisin. Sahihaynda kelgan rivoyatda Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam juma namozidan keyin uyda 2 rakat namoz o'qiydi. Ibn Qayyim al-Javziya rahimahullohning Zadul Ma'ad nomli kitobidan qisqartirildi.